Keyingi yillarda O'zbekiston tibbiyoti ko'plab yutuqlarga erishmoqda. Xususan, yaqinda Bolalar milliy tibbiyot markazi jamoasi tomonidan yana bir yutuq qo'lga kiritildi. O'zbekiston tarixida ilk bor yangi amaliyot endovaskulyar usulda Abernetti sindromiga qarshi jarrohlik muolajasi muvaffaqiyatli o'tkazildi. Aslida ushbu xastalik juda kam uchrashi va bolalarda og'ir oqibatlarga olib kelishi bilan xarakterlanadi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, jigarga kelish kerak bo'lgan qon yurakka yo'naladi va natijada jigar qon ta'minoti buzilib, u o'z vazifasini to'liq bajara olmay qoladi. Samarqand shahrlik 3 oylik go'dakka shu xastalik aniqlangach, Bolalar milliy tibbiyot markazi shifokorlari tomonidan u atroflicha tekshiruvdan o'tkazildi hamda jigar qon aylanishiga yordam beradigan yangi muolaja usuli ishlab chiqildi. Bu turdagi kasallik bundan oldin ham yurtimizda 2 marta qayd etilgan va o'sha paytda jarrohlik amaliyoti uchun xorijga yuborilgan edi. Ammo bu safar shart-sharoit yetarli bo'lganligi tufayli shifokorlarimiz amaliyotni shu yerda bajarishga qaror qilishdi. Jarrohlik amaliyotiga har qancha puxta hozirlik ko'rilmasin, baribir u shifokorlarni hayajonga solishi turgan gap. Boz ustiga bu tur operatsiya ilk bor o'tkazilayotgan bo'lsa. Endi biz hozir yuqoridan vena orqali tushib, maxsus kateterlar bilan kirib, o'sha anomal venani embolizatsiya amaliyotini bajarishga rejalashtirdik. Bu amaliyot O'zbekistonda hali qilinmagan. Maxsus mikrokateterlar orqali venadan, yuragi ichidan o'tib, vena orqali jigar venasiga tushib, venani ichiga spiral bilan embolizatsiya, ya'ni tomirni, o'sha anomal tomirni yopish rejalashtirilgan. Agar bu narsa ma'lum bir anomal tomirlar orqali o'tishda yo bir qiyinchiliklar duch keladigan bo'lsa, bizda ikkinchi B variantimiz ham bor. Bu jigardan to'g'ridan-to'g'ri teridan teshib kirib, jigar o'sha tomiriga, anomal tomiriga tushib, unda ham embolizatsiyani rejalashtirganmiz. Onaning muolajadan oldingi hayajonlarni tasavvur etish qiyin emas. Ne umidlar bilan dunyoga keltirgan jigarbandiga kam uchraydigan bu xastalik qayerdan yopishdi? Qolaversa, shifokorlar rejalagan jarrohlik amaliyoti hali o'zimizda o'zlashtirilmagan. Sariqligi ketmaganligi sababli o'zimizga ba'zi bir doktorlarga murojaat qilib ko'rsatdik. Bu yerga keldik. Fermentlari baland bo'lganligi uchun bir ikkita doktorlar bilan birgalikda muhokama qilishib, oxiri shu diagnoz sindrom Abernetti deb tashxis qo'yishdi. Endi Xudo xohlasa ertaga operatsiya deyishyapti. Inshaalloh shu operatsiya bilan bolam tuzalib ketsin. Shunday qilib, jigar qon aylanishini tiklash va kasallikni bartaraf etish, muhimi bolaning hayotini saqlab qolish maqsadida ishlab chiqilgan mazkur usul o'zini oqladi. Bolalar milliy tibbiyot markazi shifokorlari sa'y-harakatlari bilan ushbu noyob amaliyot muvaffaqiyatli uddalandi. Mana shu bemorimizda texnik qiyinchiliklar bilan juda ham muvaffaqiyatli shu kateter orqali embolizatsiya amaliyoti bajarildi. Bu 3 oylik chaqaloq bo'lganligi uchun texnik qiyinchiliklarga duch keldik, lekin shunaqa bo'lsa ham juda ham muvaffaqiyatli bajarildi, embolizatsiya qildik, tomirni yopdik. Natijada bu anomal tomir yopilishi boshlagandan keyin jigarga boshqa tomirlar orqali yana qon yurishi ko'paydi va bugungi kunda chaqalog'imizni holati ancha yaxshi, fermentlar tushishi boshladi, sariqlik kamayishi boshladi. Bu O'zbekistonda ilk marotaba bajarilishiga qaramasdan natijasi juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi. O'ylaymanki 20 kun, 1 oydan keyin chaqaloq umuman hech narsa ko'rmaganda sog'lom o'zini hayotiga qaytadi. Ayni paytda go'dakda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Masalan, bola terisidagi sariqlik kamaymoqda. Muhimi uxlashi va ishtahasi yaxshilangan. Tabiiyki, bolasi kunba-kun sog'ayib borayotganligidan onaning quvonchi cheksiz. Hozirda bolamning ahvoli yaxshi, oldinga qaraganda ancha o'zgarishlar bor.